Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali obunachilari, Telegram guruhimiz a'zolari. Bugungi videomiz sahrli diabet, sahr kasalligi bo'layotgan murojaatlar ko'p tushadi va asosan bu video kapelni oson bo'ladimi? Kapelni qanday tayyorgarlik ko'rish kerak? Sahrli diabetga ichganda ham yaxshi ta'sir ko'rsatib kelgan, lekin sahr bo'lgan odamlar da o'zi qon quyilishi bo'ladi. Shakar miqdorining oshganligi tufayli, qonda shakar miqdorining oshganligi tufayli qonda quyilish bo'lib turadi. Buni iloji yo'q. Buni trombositlarga bog'liq emas bu narsa, bari quyiladi. Shuning uchun ularda men o'zi ko'p aytaman, shuning uchun hijoma olib turish kerak. Foydali. Ko'p bir xil sahr bo'lgan odamlar qo'rqadi. Sahrda bitish qiyin bo'ladi-ku deydi. Yo'q, unaqa darajada kesish bo'lmaydi, to'g'ri qilinsa. Keyin o'sha hijoma qilinganda sahr kasalligida birdan sahrning miqdori tushadi. Va shuni hisobiga ham o'zi 3 kunga, 4 kunga qolmay bitib ketadi o'rni. Kapelnik kelayotgan bo'lsak, men natijalardan kelib aytaman. Hozirgi kunda juda ko'p men o'sha natijalardan kelib maqalaman. O'sha mana o'zimning onamda ham sahr bor. O'sha endi onam o'zi icha olmaydi. Ichmagani bilan masalan savremenniy dorilar beriladi, tushirishga boshqa qilinadi. Unaqa effekt ololmaymiz. Qachonki men hech bo'lmaganda bitta asidlik fraksiyadan kapelni qilaman, yaxshi his qiladi o'zini. Ya'ni aytmoqchimanki, mana ko'p men tajribalardan kelib chiqib ko'ryapman. Ichganda ham 2, 3, 5 kecha masalan tushgan holatlar bo'lgan. Lekin tushmagan holatlar ham bo'ladi. Ko'pchilik yozadi-da, mana men deydi, shuncha o'qiyapman, gruppani natijalarini eshityapman, lekin menda tushish bo'lmayapti deydi. Buni sabablari o'zi asosan bu o'sha nafsdan. Lekin kapelni baribir juda tez ta'sir qiladi va yaxshi ta'sir qiladi. Tushmaydi degan odamniki ham tushganda o'sha kapelniga tayyorgarlik. Endi shu gapdan kelib chiqib bir nima aytaman, bir xil mana bu odamlar srochniy kapelniga keladi-da, bo'ldi, hamma tushundim deydi, videoni ko'radi. Kapelniga tayyorlanish videosini. Lekin organizmni o'zi butun organizmni tozalash kerakligi, tozalash ishlari bilan qolgan videolarni ko'rmaydi-da. Keyin yaqinda ham shu holat bo'ldi. Endi yaqiniga ham 1-2 oy bo'lib qoldi. Bo'lib turadi bunaqa holatlar. Bir kishi yozyapti, kapelni olgan shu gruppada. Xorazmda edi, adashmasam. Sahr bo'lgan odam. O'zi ko'rgandan bilasiz-da, u odamlarda o'sha nafs chatoq. Sahri 11-12 bo'lib turgan bo'lganman kelgan paytda. Yozyapti, doktor, men o'sha mana 10-kunimni olyapman deydi. Sahrim tushmayapti deydi. Keyin kapelni olganda sahrim tushmayapti deyapti. Men aytdim, bo'lishi mumkin emas. Keyin necha edi o'zi sahri, masalan menki o'sha kapelni olishdan oldin 11-12 edi. Hozir necha desam 8 ga tushdi deydi. Bor yo'g'i deydi 3 tushdi deydi. Yo'q 3 tushdi deydi. Normal bo'lishini xohlayapti-da. Keyin aytayapman, xo'p, mana tushibdi, yaxshi. Siz nima qilyapsiz? Siz saqlanyapsizmi? Dieta qilyapsizmi? Shirinlikdan tiyilyapsizmi dedim. To'g'risini javob bering. Yo'q deydi. Umuman to'xtatmayman shirinlikni deydi. Shirinlik to'xtatmagan joyda kapelni olib sahr 3 ga tushyapti, ko'tarilib ketmayapti, lekin tushyapti. Yo shunga ham nima qilyapti? Endi gapidan как будто men foyda ko'rmayapman degan pretenziya bo'lyapti-da. Qanday qilib foyda bo'lsin? Ba'dan yeb turibsiz-da, ba'dan hali tushyapti ham.
ko'tarilib ketmay joyiga turganda ham siz pretenziya qilishga haqqingiz yo'qda. U narsa bitta nima bog'liq emasda lecheniyaga. Keyin bor yo'g'i bitta kapelni olyapti. Boshqa hech narsa qilgani yo'q. Boshqa hech narsa qilgani yo'q. Ular qilmaydi ham keyin. Ular shunaqa o'zining sog'lig'i uchun harakat qilmaydi, dankasalik. Faqat ular bilan men o'zim aytib gaplashib tursam, aytsa qilmaydi ham aytgan. Qilayotgan odamlar videolarni ko'rib turib, o'zi Xudoga shukr qilib intizorlik bilan o'sha giyohlarni kutib, rejim bilan, ixlos bilan shunaqa qilib qilyapti. Ularga qarab men havasim keladi o'zimni. O'shalarda rejimni men ushlay olmayman-da o'zim ham hattoki. Endi men chunki davolanish uchun qilmayman, profilaktika uchun qilaman, lekin maza qilib boraman o'sha odamlar bilan ishlashga. Men o'zim gaplashaman u odamlar bilan-da keyin. Bir odam aytadi, siz deydi gaplashmaysiz, odam mensimaysiz, kibrlisiz, boshqasiz deydi. U umuman boshqa temada. Bu davolash haqida gap ketyapti. Men uslubim bor, aytgan narsam qilmayapti. Kanishni gaplashgisi kelmaydi u odam bilan. Xo'p, mana chiqdi, mana videolarni oldin ko'rib tayyor bo'lib oling. Mana men bitta qanaqadir etapgacha kelib oling, nima haqida so'rayapsiz, nima o'zi u bilib oling. Yo'q deydi, siz hammasini siz tushuntirishingiz kerak deydi. Xuddi men boshqa qilayotgan ishim yo'q u odamdan boshqa. Odamning balasi bo'lsa agar, o'zining balasi bo'lsa, mana o'zimning ham balam bo'lsa, balangiz bilan yakka alohida shug'ullanishingiz mumkin-da. Siz balam emasda siz. Bemorsiz, to'g'ri. Lekin bitta siz emasda bemor. Bu videolar nimaga chiqarilyapti? Oddiy buni tushuntira charchadik. Ko'rib, o'rganib, shunaqa sivilizatsion davrda yashayapmiz. Shu bilan biza bir emas, yuzlab, minglab odamlarga yordam ko'rsatishlik uchun qilinyapti. Yo'q deydi, men videodan tushunmayman deydi. Tushunmasangiz biza davolayotgan odam emas ekansiz-da. Chunki videoni ko'rib tushunmasangiz, meni qanday tushunishingiz mumkin? Xuddi shu gapni sizga aytaman men baribir. Realni kelganingiz bilan. Bu odamlar garantiya xohlayotgan odamlar. Demak, mana shunaqa organizm baribir tozalanish qilish kerak. Sahr bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Keyin bo'lsa hamda, masalan, kapelni boshlab qo'ydingizmi, dalnishiga qilishingiz kerak. Demak, sahrga kapelni olish uchun nima qilasiz? Siz sahrsiz. Sirazi kapelni olmoqchisiz. Men uni maslahat bermayman, birdan olishdi. Maslahat bermayman. Srochniy xo'p nima qilish kerak? Srochniy o'sha qon suyultiradigan dori ichasiz. Trombopol, trombas yoki aspitel, boya bizda giyoh ko'proq dozada ichiladi. Sahrga chunki suyulish qiyin. Giparin olasiz. Kinnikdanmi, tomirdanmi farqi yo'q. Qoningizda qanchalik quyuqligiga qarab uni o'zi o'chaltirasizda, bilasiz. Endi o'zi sahr bo'lib yurgan odam o'zi avvalambor biladi. O'sha qoni quyilishini olib yuradi, balkim giparin yoki qon suyultiradiganlar ichib yuradi va hokazo. Lekin qilmay ketganmiz ancha vaqt. O'sha qonni siraz suyultirib nima qilish kerak? Hijam olib borish kerak. Siraz. Hijam imkon qadar suyultirib bo'lmasam, zudlik olmoqchi bo'lsangiz suyultirmaysiz. Chunki zudlikdan oldin suyultiradigan dorilar to'xtatilishi kerak. 3-4 kun oldin hech bo'lmasa. To'xtatilib zudlik olinadi. Endi men zudlik uncha tavsiya bermayman. Zudlik bilan ishlash uchun yaxshi mutaxassis bo'lish kerak. Keyin siz sahrmisiz, 2-3 zudlik bilan suyulib qolmaydi. Unga ko'p narsa ketib qoladi, qimmatga ham tushib ketasiz. Shuning uchun men nima qilaman? O'sha bemorga har taraflama yaxshi bo'lishligi uchun birinchi o'rinda o'sha finansiy arzonga tushadi. Masalan, 2 mahal 5 kun giparin qildirtiraman 1 grammdan, misol uchun. Vesiga qarab, vesi kattaroq bo'lsa, qoni quyuq bo'lsa 2 grammdan 2 mahal qildirtiraman, ya'ni 1 kunga 4 gramm. 5 kunga 20 gramm giparin oladi, tezlashtirish, ko'taradi spokойно. Keyin nima bo'ladi? Suyuladi. Ya'ni qon suyultiradigan ichiraman ham. 6-kunga hijama qildirib yuboraman. O'zimga shu yaqin atrofda bo'lsa, kelavergan bo'lsa, suyultiramiz. Ochiladi tomirlar. Yaxshi yuradi. Unga kapelni qilish qiyin bo'ladi-da, chunki o'sha
Asidika kirgandan keyin mana ko'pchilik biladi, olib yurganlar. O'sha u tozalashni boshlaydi, tomirlarni, qonni ham tozalashni boshlaydi-da. U tozalangan narsalar o'sha toksin, trom, xolesterin, hamma narsa shlak bilan hammasini tozalay boshlaydi. Idishni yuvishni boshlagandan keyin chiqitlar qayerga o'sha qonni o'ziga aylanaverib, u battar quyuqalashni boshlaydi tomirlar. Siz 5 kun o'sha giparinni olib 6-kunga hijama olish zo'r tayyor bo'lasiz kapelni olishga. Kapelni shunday olishni boshlaganingizda yana sizga bir 10 kunlardan keyin yana quyilish holati boshlanadi. Ana undan keyin yana hijama olib turishingiz kerak. Shu bilan birga siz o'sha trombopol yo trombas, o'sha katta dozada ichib turaverasiz. O'sha normal ushlab turish uchun. Kapelni olishni boshlaganingizdan keyin o'zim nazorat qilib turaman, uni aytib turaman, holatingizni qaraymiz. Lekin kapelnigacha tayyor bo'lishni men sizga aytyapman. Demak, siz sahrni diabetmisiz? O'zi qolganlarga ham xuddi shunday. Lekin sahrga teng bo'li. Ololmaydi-da, men ko'p ko'raman. Sahr keladi, tayyor aytganimni qilmaydi, gruppaga qo'shilib oladi, tayyormisizlar? Tayyorman deydi, keladi, baqirayib turadi, kapelni o'zi bitta probni doza ketmaydi. Shunchalik quyuq bo'ladi, qoni qotib qoladi shpresiga. Siz ko'ruvingizda, tayyorlaydim, qilmadim deydi. Gaplashkim kelmaydi bu yoki odam buni. Aytganni qilmayotgan odam nima qilasiz? Masalan, aytganni qilmasa-da, u balayzamda nima qilasiz? Urushasizmi keyin? Endi yosh go'day bo'lsa, qimli kichkina 2 yoshar, 3 yoshar bola u gapni nima qilmaydi. Endi uni bir narsani qilmasangiz ham qilaveradi, qilmasangiz ham qilaveradi. U naborot asabingizga emas, naborot maza qilasiz u bolani sho'xligidan. Chunki u balada u. Siz yosh bala emassiz. Katta odamsiz. Tushuntirilyapti videoda. Shunday qilib kel deydi. Nima qilasiz keyin? Ololmaysizda, keyin o'zingiz qiyin qilasizda, keyin chiqib olib ko'chaga gap sastasiz. Qilolmay ekan, bu tomirga tusholmay ekan degan gaplar qilasiz. Bu oddiy kapelnida emas bu kapelni. Aytganni qilsangiz yutuqsizniki, aytganni qilmasangiz yutqizdingiz. Demak, mana shu videoni o'sha sahrni diabetga va qolganlarga ham xuddi shunday qilaman men. Sahrman desa bo'ldi, men o'sha birdan aytaman, tayyorlaning, majburlayman tayyorlashga. O'sha qon analiz barmoqdan mana nomsiz barmoqdan deyman, hammaga aytaman. Qimmat analizdan topshirasizlar, tomirdan borib olib qonni trombositlarga tekshirib kerak emas bu narsa. Mana shu barmoqdan keyin bu boshqa narsa. Barmoqdagi boshqa narsa. Barmoqdan olib minutga solib tekshirtirasiz. Eng arzon analiz bu. Biz ham pul bilan hozirgi kunda 2025-yil 10 ming so'm bilan ko'p joyga tekshirib qo'yadi. Minutga solib probirkaga tekshiradi. O'sha boshlanish qotish vaqti bilan tugash vaqti bo'ldi. Shuni yozib beradi, menga shuni ko'rsatsangiz bo'ldi, yetadi. Yoki o'zlari ham aytadi. Mana shu bugungi videom shundan iborat. Agar siz asidik fraksiyadan kapelni olish istagida bo'lsangiz, demak ichmagan bo'lsangiz, xo'p ichmagan bo'lsangiz, ichasiz, o'sha men aytgandek ozroq, tezroq tezlashtirish uchun 5-10 tomchi ichgan bo'lsangiz ham bo'ladi o'sha. Yoki juda bo'lsa icholmayotgan bo'lsangiz, nima qilasiz? Bir 2-3 kun svechasini qo'yasiz, probni qo'yamiz. Chunki menga chiqqan paytda men umuman ichmaganman, lekin olmoqchiman, tezlatib desa, o'shanga qarab qilaman probani ham, holatiga qarab. Ichib yuribman desa, o'shanga qarab qilinadi proba. Holatiga qarab ish qilamiz. Kasalligiga qarab, sahrni qanchaligiga qarab. Momentalni o'sha maksimum 3-kunga sahringiz o'zi zo'r pastga tushib ketadi. Shu men aytgandek qilsangiz. Olib turasiz doim. Sahrga har xil dorilarni chiqaryaptilar, giyohlarni chiqaryaptilar, boshqa qilyaptilar. Mana men tuzaldim deb videolar chiqaradilar, bilmadim qayerdan topadilar bu odamlarni. Tuzalib ketdim deydi. Yo'q, sahrda hali realni hech kim tuzalib ketmagan. Yo'q. Tuzalib ketganda o'sha men o'zimni onamni tuzatgan bo'lardim. U sahrda siz ushlab turishingiz mumkin. O'sha tushirib turishingiz mumkin. O'sha rejimlarga qarab, nafsni tiyib, hali unaqa narsa chiqmadiki, shuni olib ishting bo'ldi. Vaqti sahrdan xolos bo'lding degan narsani men ko'zim bilan ko'rmadim. Bo'lsa ham bilmadim. Men hali yo'q-da. Yo'q, u yolg'on o gaplar. Giyohlar ichib, doimiy nazoratingizda bo'lib qarab, mana bunaqa narsalarni ichib turib,
aslida ichasizmi, boshqachasini tushirib turishingiz mumkin. Lekin umuman yo'qolib ketmaydi. Salomat bo'laylik.